Tepishmoqliq cho'chaklardan 5 non. Birli safarga chiqqan dehqon bilan sodigar yo'lda bir daraxt soyasida o'ltirib non yeyishmoqchi bo'pti-da, dehqon 3 non, sodigar 2 non chiqiribdi. Bu chaqda oziqliq olmay yo'lga chiqqan bir notanish kishi kelib, ulardan bir oz non berishni o'tinibdi. Dehqon bilan sodigar ma'qul bo'pti. Bu 3 kishi 5 nonni birga yebdi. Non yeyilib bo'lgandan keyin notanish odam 5 tanga chiqirib, "Oq ko'ngil birodarlar, buni elib qo'yinglar. Bu mening ozroq bo'lsin ko'nglim," debdi. Notanish odam ketibdi. Dehqon sodigarga, "Birodar, men 3 nenim uchun 3 tanga olay, sen 2 nening uchun 2 tanga olgin," debdi. Sodigar buningga qo'shilmay, "Nonni tang yedik, pulni tang bo'lishayli," debdi. Ikkalan talisha bir fikrga kelolmabdi. Oxir yo'lda ketayotgan bir yo'lovchi buvayni bu ishni adil bir taraf qilib qo'yishga taklif qildi. Yo'lovchi buvay bularning gapini anglagandan keyin, "Dehqon birodarlar 4 tanga elishi, sodigar birodar 1 tanga elishi kerak. Mushundoq bo'lsa, toza muvofiq bo'lgan bo'ladi," debdi. Sodigarmi buningga qoyil bo'pti. Qadrli do'stlar, yo'lovchi buvayning taqsimoti adil bo'ldimi yo'q? Tepishmoqliq cho'chigimizning javobi bo'lsa, ular 5 nonning har birini cho'ng kichikligi o'xshash 3 parchaga bo'lgan. Bundaq bo'lganda, dehqonning 9 parcha, sodigarning 6 parcha, jami 15 parcha bo'ladi. 3 odamning har biri 5 parchadan yeydi. Buningdan ko'rinib turibdiki, notanish yo'lovchiga dehqon 4 parcha, sodigar bo'lsa 1 parcha non bergan bo'ladi. Bundaq bo'lganda, dehqon 4 tanga, sodigar 1 tanga elish kerak. Demak, yo'lovchi buvayning taqsimoti nihoyatda adil bo'lgan.